Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz yurtdoshlar, bugun muborak Ramazon oyining 29-kuni va mana sizlardan kelgan fitr zakotlarini o'z haqdorlarga, egalariga yetkazish maqsadida tarqatishlarimiz davom etyapti. Hozir savol bo'lishi mumkin, ya'ni yomg'ir yog'yapti, nima keragi bor deb turib, keyin yomg'ir tinganda tarqatishsa bo'ladi degan savol bo'lishi mumkin. Lekin bu fitr zakoti, ya'ni bayram namozigacha berilishi kerak bo'lgan bir zakot, ya'ni berilishi kerak bo'lgan bir toat, ibodat. Alloh taolo o'zi qabul qilsin. Va biz kelib bu chodirni bir joyga tushirsak, o'zlaringiz tarqatinglar, ya'ni oilalarni yomg'ir tagiga olib chiqmanglar deb aytsak, keyin bu yerda boshqa chodirlar ham bor, boshqa oilalar ham haliga tartibsiz bo'lib ketadi. Shuning uchun hozir shu yerda tarqatib olaylik, issiqda aytishdi. Endi yomg'ir tagida biroz qiynalsak ham mana oilalarga tarqatyapmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda marhamat qilib aytganlaridek, farada Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zakatul fitri tuhtan lis-soim min al-lagwi wal-rafas va tu'matan lil-masakin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam fitr zakotini farz qildilar. Bu ro'zadorga har xil lag'vdan, ya'ni ro'za asnosida yo'l qo'ygan lag'vdan, fahsh so'zlardan poklik bo'lishi uchun va miskinlarga taom bo'lishi uchun. Demak, bu ixtiyorimizdagi narsa emas ekan, ya'ni qarab ko'rib shu miskinlarga bir taom bo'lishligi uchun, miskinlarga bir bayram xursandchiligini qalblariga olib kirishlik uchun berishimiz kerak bo'lgan bir narsa ekan, toat ekan, zakot ekan. Alloh taolo barchamizni qabul qilsin va Allohdan so'rab qolamizki, ushbu yuborgan fitr zakotlaringizni bizni shu ro'za asnosida yo'l qo'ygan xato kamchiliklarimiz uchun poklik bo'lishini va miskinlarga taom bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz. Yana videoga qo'shimcha qiladigan bo'lsak, atrofni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bizni yetkazmoqchi bo'lgan narsamiz, Suriyada 14 yildan beri davom etgan urushlar oqibatida aholilar mana shunday holatda yashab kelishyapti. Ya'ni bu endi bugun hozir yomg'ir kelib, bugun bo'lib qoladigan holat emas. 14 yildan beri mana shunday qiyinchilikda yashab kelishyapti. Ya'ni biroz bir tafakkur qiladigan bo'lsak, bu aholilarni mana shu chodirlarning ostida, misol yomg'irning ostida bo'lsin yoki qor, sovuq, qishni sovug'idan, yozni issig'idan bu chodirlarning ostida nima tutib turibdi, ya'ni shu o'zini uyi, joyi bir buzilib ketganligi uchun tutib turibdi. Misol Suriyadagi urush tugaganiga masalan 2 yil bo'lib qolyapti, lekin hali hamon aholilar chodirlarda hayotlarini davom ettirishyapti. Ya'ni bu dalolat qiladiki, bularni hali ham misol bu Suriyada davom etgan urushlar qancha aholilarni uy joyini bayron bo'lishiga sabab bo'ldi va aholilar mana shunday majburlikdan chodirlarda yashab kelishyapti. Mana bunday muborak fazilatli kunlarda Allohdan so'rab qolamizki, Alloh taolo bularni bir mushkulni oson qilib, o'z vatanlariga, o'z diyorlariga aziz holda, sog' salomat holda qaytishlarini va hayotlarini yana bundan ham go'zal shaklda davom ettirishlarini Allohdan so'rab qolamiz. Yana takrordan kirib kelayotgan Ramazon hayit bayrami siz va bizga, barchamizga muborak bo'lsin.